Hayotingizni saqlab qolish uchun kech bo'lishidan oldin harakat qiling. Agarda sizga yoki yaqinlaringizga Hindistonda jarrohlik, tibbiyot amaliyotlari, onkologiyani zamonaviy usullarda davolash, jigar, buyrak transplantatsiyasi, neyroxirurgiya, kardiologiya, ortopediya operatsiyalari kerak bo'ladigan bo'lsa, Sayfi Healthcare sizga bunda yordam beradi. Biz komandamiz bilan sizga Hindistondagi eng zo'r mutaxassislar va eng zo'r klinikalarni tanlab beramiz. Biz sizga tibbiy vizani qisqa muddat ichida rasmiylashtiramiz, qo'llab-quvvatlash xizmatini taklif etamiz. Bu degani sizni aeroportdan xodimlarimiz kutib olishadi, gostinitsaga joylashtirishadi va har bir jarayondagi davolanishingizda tarjimonlarimiz sizni qo'llab-quvvatlashadi. Hamda Hindiston bo'yicha turni ham taklif etamiz. Byudjetingizga mos kasalxonani tanlab beramiz. Biz sizni firibgarliksiz, ortiqcha harakatsiz Hindistonda sifatli davolanish olishingizni istaymiz. Agar o'zbekistonlik, qozog'istonlik va qirg'izistonlik bemorlarimizni fikrlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, profilimizda yana ham ko'proq ma'lumotlar bor. Biz bilan bog'laning, har bir soniya muhimdir.